top 5 Top 5 bilan ishlaring bo'lar 5. Bu o'yinlarni o'ynash uchun sizga na Wi-Fi, na megabayt kerak. Lekin ehtiyot bo'ling, bu ro'yxatdagi 3-o'yin sizni telefoningizga soatlab mixlab qo'yishi mumkin. Siz so'ragan internetsiz o'yinlar. Qana bo'lmasam, boshladik. Top 5. Terraria. Nima uchun bu o'yin qiziq? Bu o'yinda siz o'zingiz xohlagan dunyo qurishingiz, bosslar bilan jang qilishingiz va cheksiz sarguzashtlar kirishingiz mumkin. Qancha joy egallashi mumkin? Taxminan 150 yoki 200 megabayt joyingizni egallaydi. Grafikasi va boshqaruvlari qanaqa? 2D piksel grafika, lekin juda boy va qiziqarli. Boshqaruv oddiy, tez o'rganiladi. Bu o'yinning mobil versiyasi ham mavjud. Bu o'yin hozirda Play Marketda $5 turibdi, lekin siz bizni Telegram kanalimizga o'tsangiz, tekinga yuklab olishingiz mumkin. Bundan tashqari o'yinni ko'p ta'riflab berishimga hojat yo'q. Xohlasangiz o'zingiz yuklab o'ynab ko'rishni tavsiya etaman. To'rtinchi o'yinimiz Supermarket Model Simulator. Nima uchun o'yin qiziq? Bu o'yinda siz o'zingiz biznesingizni boshqarasiz, supermarket va mehmonxona, hatto boshqa joylarni ham rivojlantirasiz. Qancha joy egallaydi? Taxminan 500 megabaytdan 1 gigabaytgacha joy egallashi mumkin. Grafikasi va boshqaruvi qanaqa? 3D grafika, lekin tushunarli, boshqaruv esa oson. Hammasini tez o'rganib olasiz. O'yin qiyin emas, o'ynab ko'rishni tavsiya etaman. Hattoki o'yinni o'zim ham ba'zida o'ynab turaman. Futbol Liga 2026. Bu o'yin nima uchun qiziq? Bu o'yinda siz o'z jamoangizni tuzib, o'yinlarni o'ynab chempion bo'lishingiz mumkin. O'yin juda qiziq va o'yin Manchester City bilan shartnomasi ham mavjud. Qancha joy egallaydi? Taxminan o'yin 200 megabaytdan 600 megabaytgacha joyingizni egallashi mumkin. Lekin o'yin shunaqa bomba qilib ishlab chiqarilgan, albatta o'ynashni tavsiya etaman. O'yin grafikasi va boshqaruvi qanaqa? 3D grafika futbolga mos. Boshqaruv esa klassik, pas, zarba yugurish juda ham oson. Ko'p ta'riflab o'tirmayman, hatto o'yinni o'zim ham o'ynayman. Maslahatim, bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'ring. Ikkinchi o'yinimiz esa Ocean is Home. Nima uchun bu o'yin qiziq? Bu o'yinda siz orolda omon qolishingiz, uy qurishingiz va resurslarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Haqiqiy survival hissiyotini beradi. Qancha joy egallaydi? Taxminan 500 megabaytdan 700 megabaytgacha. Grafikasi va boshqaruvlari qanaqa? 3D grafika, realistik muhit, boshqaruv FPS uslubida biroz vaqt kerak bo'ladi o'rganish uchun. Albatta birozgina, sababi o'yin uy qurish va shunga o'xshashligi uchun ham ozgina vaqtingizni olishi mumkin. Ha do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, chunki biz sizlar uchun kontentdan to'xtamaymiz. Va nihoyat birinchi o'yinimiz Car Parking. Nima uchun bu o'yin qiziq? Bu o'yinda siz mashina haydashni o'rganasiz, parkovka qilasiz va erkin haydashingiz mumkin bo'ladi, xuddi GTA 5 kabi. O'yin qancha joy egallaydi? Kamida 800 megabaytdan 1,5 gigabaytgacha joyingiz egallashi mumkin. Grafika va boshqaruvlari qanaqa? 3D realistik grafika, boshqaruv juda real, rul, gaz, tormoz hammasi bor. Buni ko'p ta'riflashni ham hojati yo'q. Balki bu o'yinda siz o'ynayotgansiz, balki endi o'ynab ko'rasiz. To'g'risi juda bomba grafikadagi mashina o'yin. Albatta GTA 5 ni yoqtirsangiz, bu o'yin aynan siz uchun do'stlar.